chimilliqda kelin aslida erkak bo'lib chiqdi deb yaqinda internetda shov-shuv ko'tarildi. Xo'p, buni ilmiy asoslashga harakat qilamiz. Ba'zi holatlarda ba'zi kasalliklar tufayli ayol kishining andomini tippasida jinsiy holatga o'xshash holat vujudga kelishi mumkin. Bu nima? Birinchisi, genetik kasalliklar. Masalan, shunday holat bo'ladiki, ba'zi genetik kasalliklar. Bunda xromosoma nabori Y, X va yana bitta X bo'ladi. Ko'ryapsizmi? O'zi aslida Y va X bu erkak kishining xromosomasi. X va X bu ayol kishining xromosomasi. Ayol jinsining xromosomasi. Endi Y, X va X uchrab qoldi. Bu genetik kasallik. Bunda u bolada, ya'ni tug'ilgan bolada ham erkaklik, ham ayollik andomi bo'lishi mumkin. Bunday holat germafroditizm deyiladi. Germafroditizm XY bo'lgan genetik kasallikdan, xromosom kasalligidan tashqari boshqa genetik kasalliklarda ham uchraydi. Bu germafroditizm degani bir tanada ham erkaklik, ham ayollik jinsiy a'zosining bo'lishi. Lekin uni xromosom naborlarini ba'zan tekshirsangiz, u o'zi asli erkak bo'ladi yoki asli ayol bo'ladi. Unga masalan homila rivojlanish paytida qandaydir bir dori-darmonlar yoki bo'lmasam ba'zi bir infeksiyalar bilan onasining misol uchun chalinishi, ba'zi bir infeksion kasalliklarga onasi chalinishi yoki bo'lmasam onasi homiladorlik paytida ba'zi bir dori-darmonlarni iste'mol qilishi natijasida o'sha jinsiy sistemada bo'linish, jinsiy sistemada rivojlanish vujudga kelayotgan paytida o'sha bosqichda pala-partishlik, ya'ni buzilish holatlari vujudga kelib, germafroditizm shakllanib qoladi. Bu bola bechorani tekshirsangiz, u o'zi aslida yo o'g'il bola bo'ladi, pastida jinsiy labla hosil bo'lib qolgan, yoki bo'lmasam u qiz bola bo'ladi, tepasida jinsiy holat hosil bo'lib qolgan. Xo'p, germafroditizmni muhokama qildik. Keyingisi klitor gipertrofiyasi. Ba'zi qizlarda rivojlanish jarayonida gormonlar buzilishi natijasida klitori kattalashi xuddi jinsiy holatga o'xshab o'sib qoladi. Bu soxta germafroditizm deyiladi bu. Soxta germafroditizm degani bu nima degani? O'zi aslida bu ayol jinsiy lablari, qini, bachadoni, tuxumdonlari bor. Xromosom nabori ayol. Lekin unda klitor gormonal buzilish tufayli kattalashib, jinsiy holat shakliga kirib qolgan. Bu narsa soxta germafroditizm. Biz yuqorida sizlar bilan chin germafroditizmni gaplashdik. Shuning uchun bunday shov-shuv ko'tarishdan oldin albatta o'sha er-xotin birgalikda borib shifokorga ko'rinishi kerak. Shifokor u yerda genetiklarni chaqiradi, ginekologlarni chaqiradi, urolog, androloglarni, seksologlarni chaqiradi va birgalashib buni nima qilishadi? Konsilium qilishadi, ko'rishadi, tekshirishadi. Agar klitor gipertrofiyalanib ketgan bo'lsa, unga estetik jihatdan noqulaylik tug'dirilayotgan bo'lsa, plastik operatsiya qilishadi. Agar masalan chin germafroditizm bo'lsa, unda gormonal dori-darmonlar qilib, uni gormonlarini joyiga keltirib, agar ayol bo'lsa, ayollik a'zolari qoldiriladi, erkaklik germafroditizm a'zolari olib tashlanadi. Agar u xromosom nabori erkak bo'lsa, ayollik a'zolari bartaraf qilinadi va erkaklik jinsiy a'zolari qoladi. Shuning uchun, xo'p, chimilliqda
kelin asli kuyov bo'lib chiqdi, aslida erkak bo'lib chiqdi degan narsaga uni shov-shuv qilib ilmsiz yondashish kerak emas. To'g'ri, ba'zi holatlarda translar ham uchrab turadi. Ya'ni translar o'zi asli erkak bo'lgan bir paytlar, lekin garmon ichib ko'kraklarini plastik operatsiya qildirib kattartirib, soqollarini to'ktirib yuborib, sochlarini o'stirib, ayollar kabi o'zini bo'yanib, kosmetikasidan, ayollar kosmetikalaridan foydalanib, o'zini ayol shakliga kiritib olgan erkaklar, bular translar deyiladi. Aslida ularni bunday yechintirib qarasangiz, ularda jinsiy lablar bo'lmaydi. Ularda katta bitta mashonka bo'ladi, bitta jinsiy olat bo'ladi, ko'krak bo'ladi va tashqi tuzilishdan ayolga o'xshaydi. Tanasini pastki yarmini qarasangiz, g'irt erkak. Demak, o'sha holat bo'lishi mumkin. Chin germafroditizm, soxta germafroditizm yoki bo'lmasam trans seksualizm holati bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir narsaga ilm bilan yondashish darkor hisoblanadi.